Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun adresimizda xodimni xizmat safari bo'yicha amallarni bajarish, uni jo'natish, shuningdek unga pul hisoblab berish va kelayotgan xodimdan avans hisobotini qabul qilish ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda xodimni komandirovkaga jo'natishni ko'rib o'tamiz. Uning uchun зарплата va kadr bo'limiga kiramiz. Bu yerdan komandirovka tanlanadi. Keyingi ishimiz sozdат. Hop, qachon pul berilyapti yoki qachon jo'natilyapti o'sha sana kiritiladi bu yerga. Bu adres sanasi bo'ladi o'z aslida. Misol uchun 10.01.24 deylik. Hop, ikkinchi raqamli buyruq qaysi davlatga jo'natilyapti? O'zbekiston hududida. Hop, qaysi tashkilotga jo'natilyapti? E-tax MCJ. Hop, deylik Qashqadaryo filiali. Saturnik kimni jo'natyapmiz? Bu yerdan tanlash kerak bo'ladi. Hop, bizda bitta ishchi bor. O'shani tanladik. Hop, komandirovka qachondan qachongacha bo'ladi? Misol 11.01.24 dan 23-yanvargacha bo'lib o'tadi. Mana 13 kun davomida bu. Maqsad nima? Maqsad bu mana shu E-tax MCJ filialini nazoratdan o'tkazish. Hop, qaysi tashkilot moliyalashtiradi? O'zimizning tashkilotimiz moliyalashtiradi. Va bo'ldi. Провести закрытие bosamiz. Mana shu ishchini komandirovkaga jo'natish bo'lar ekan. Endi unga pul hisoblab berish kerak. Hop, bank kassa bo'limidan bankovskiy виписка orqali o'zimizning korporativ kartamizga pul chiqarib olamiz. Bu yerdan списание. Hop, qachon pul beryapmiz? Qachon pul chiqaryapmiz? 10.01.24 bir kun oldin. Получатель tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zimizning bankimiz bo'ladi. Bu yerdan создать. Hop, naminaание Capital Bank. Misol uchun. Оплата поставщикni перевод на другой счет organizatsiyaga o'zgartiramiz. Chunki o'zimizda korporativ kartamizga pul tashlayapmiz hozir. Hop, keyingi ishimiz summa. Qancha pulni korporativ kartaga o'tkazyapmiz? 6 million so'm yetadi deb hisoblaganmiz, o'sha pulni o'tkazyapmiz. Счет получателей. Hop, shotimiz korporativ kartani shoti bo'lishi kerak. Bu yerda korporativ kartani shoti yo'q. Mana 22.8 o'zimizning elebronimiz, 23.106 esa oylik hisob raqamini tranzit shot hisoblanadi. Qo'shishimiz kerak shu yerda. Hop, bankimiz infoimiz 00445. Nomer shotamiz 22620 bilan boshlanadigan shot bo'ladi. Bu korporativ kartani shoti. Va провести закрытие bosishdan oldin mana bu shot BUga 5530 qo'yib qo'yamiz. Korporativ karta ham xuddi shu shot hisoblanadi. Hop, keyingi ishimiz провести закрыть. Endi bitta оборотga qarab olamiz. Va mana elebron degan shotimizdan 6 million chiqib ketib 5530 ga kelib tushgan. Hop, keyingi ishimiz mana shu korporativ kartamizdan xodimga avans berish, ya'ni xodim bundan pul ishlatsa, qanday qilib adresimizga kirgizamiz. Uning uchun bank va kassa bo'limidan bankovskiy виписка tanlanadi. Yana списание bo'limi. Undan keyin bu yerdan hop перечисление подотчетный выписка tanlanadi. Hop, bu yerdan qachon pul beryapmiz? 11.01.24 deymiz. Hop, keyingisi получатель kimga pul beryapmiz? O'zimizning ishimizga pul beryapmiz. Bankovskiy shot, qaysi shotdan pul beryapmiz?
Hop, bizda korporativ kartadan pul beryapmiz. Summa. Bu yerdan korporativ kartadan qancha pul ishlatgan bo'lsa, xuddi shu summani yozish kerak. 6 million summani hammasini ishlatgan deylik. Va mana 42.20 chiqib kelyapti. Shot Rashodov degan joyga 69.70 tanlab qo'yamiz. Undan keyin провести и закрыть bosaman. Va mana оборотkamga yana bitta qarasam, bizda 42.20 da mana 6 million so'm avans paydo bo'ldi. Xizmat safari bo'yicha avans. Va 55.30 da endi korporativ kartamda pul yo'q. Hop, xodim xizmat safaridan keldi va bizga avans hisobotini topshirdi. Jami qancha pul ishlatgani to'g'risida. O'shani qanday qilib adresiga kirgizamiz. Bank va kassa bo'limida, kassa bo'limchasida hop, avans va отчет bo'limi kerak bo'ladi menga. Shunga kiraman. Bu yerdan sozdot. Sana qachon xodim kelyapti? 24.01.24 da xodim kelib, bizga avans hisobotini topshiryapti. Подотчетное лицо kim topshiryapti? Skladimiz sostavlar sklad. Hop, keyin прочие bo'limga o'taman mana shu yerdan va bitta-bitta qanaqa chek olib kelgan bo'lsa, hammasini shu yerdan kirgizishim kerak bo'ladi. Har bittasini tabiat orqali. Hop, o'zimizni ishimizni ko'paytirmaymiz. Bizda misol uchun ikki xil mahsulotdan ishlatilgan bo'lsa, ikki xil uslubga ishlatilgan bo'lsin deylik. O'z aslida barcha cheklar shu yerga kirgizilishi kerak bo'ladi. Vid dokumenta chek deb qo'yamiz. Hop, nomer dokumenta cheklar raqami bo'ladi. Misol uchun 980-raqamli chek. Va qachon chek berilgan bizga? Misol 1-11-01-2024-yilda berilgan bo'lsin. Nomenklatura. Hop, biz uchun xizmat deylik, mehmonxona xizmati olingan. Hop, jami 4 million so'mga mehmonxona xizmati olingan. Endi biznes deylik hozircha. Hop, поставщик kim tomonidan ko'rsatilgan o'sha mehmonxona xizmati. Yani поставщикka kiramiz. Hop, misol uchun Art Hotel записать и закрыть. Hop, bu yerdan shot zatratni to'g'rilab qo'yamiz. Ishimiz ma'muriyat bo'limida ishlagani uchun 94.20. Subkontomizda komandirovka deb to'g'rilab qo'yamiz. Komandirovka va mana bo'ldi. Endi keyingi ishimiz ikkinchi chekimizni kirgizish. Bu ham chek deb qo'yamiz. Hop, buni nomeri 12.943 bo'lsin. Hop, bu 15.01.2024 da berilgan. Tak, ovqatlanish xarajatlarini kirgizaylik. Ovqatlanish xarajati. Hop, jami 3 million so'm xarajat qilingan bo'lsin. Buni поставщикka yana shu Art Hoteldan ovqatlangan deylik. Hop, shoti yana 94.20 va komandirovka deb to'g'rilab qo'yamiz. Buni ham. bo'ldi. Mana shu avans hisoboti qutujoqqa kiritiladi. Hamma cheklar kiritiladi. Men hozircha ikkita chek kiritdim. Osonroq bo'lishi uchun. Keyin провести и закрыть bosamiz. Bo'ldi, mana avans hisoboti qabul qilindi. Endi отчетimizga kiramiz. Qanaqa o'zgarish bo'lgan? Sformировать. Va mana 42.20mizda 6 million so'm paydo bo'ldi. 69.70mizda 7 million so'm avans hisoboti paydo bo'ldi. 94.20mizda qancha ishlatgan bo'lsa, o'sha summani mana qo'ydik. Endi keyingi ishimiz hop, mana shu 69.70 dagi 1 million so'mni ko'proq ishlatgani uchun xodimga to'lab berishimiz kerak bo'ladi. Hop, to'lab berganda qanday qilib provodga beramiz? Buning uchun bank va kassa bo'limiga kiramiz. Bu yerdan bankovskiy выпуска spesialniy bo'lim tanlanadi. Hop,
yana перечисление подача temizlik tanlanadi. Sanamizga hop 25-da qaytarib berganmiz qolgan pulni. Kimga qaytarib berganmiz? O'zimiz ishimizga qaytarib berganmiz. Hop, summamiz 1 million so'm bo'ladi. Hop, 51 o'zidan chiqib ketadi pul. Счет debit 42.20, счет расчет 69.70 qo'yamiz. Va bo'ldi, провести zakritni bosaman. Endi оборотkamga qaraydigan bo'lsam, mana 69.70 yopildi. Hozirgi qilgan ishim demak, xodimga qolgan qarzini to'lab berish bo'lar ekan. Qolgan qarzimni to'lab berish bo'lar ekan. Endi ikkinchi vaziyat, xodim kamroq ishlatsa nima bo'ladi? Misol mana bu yerda 55-30 ga 6 million so'm chiqarganman va ishi 6 million so'm emas, deylik 4 million so'm ishlatdim. Xizmat safari davomida. 4 millionni hop 42.20 ga birinchi o'tkazishim kerak. Undan keyin amal hisobotida ham 4 million so'm deb yozishim kerak va natijada 55-30 degan shotimda hop 2 million so'm qolardi. Agar kamroq ishlatganida. O'shani qanday qaytarishim kerak edi? Uning uchun bank va kassa bo'limida bankovskiy vyipska tanlanardi va endi поступление bo'lardi. Поступление bu yerdan перевод с другой счета. Hop, qachon qaytarilgan? Deylik. Hop, 24.01.24 summa 2 million so'm qaytarilgan bo'lardi. Счет плательщикka qaysi shotdan qaytarilgan bo'lsa, o'shani yozishim kerak edi mana. Kartadan qaytarilgan va назначениеga ortiqcha pul qaytarildi deb yozib, keyin провести zakritni bosishim kerak edi. Agar demak ishchi kamroq ishlatsa, xuddi shunaqa qilib qabul qilardim. Hozircha bu kerak emas. Demak, mana shu ishchini kamaytirib qo'yib jo'natish hamda undan avval hisobotni olish, shuningdek qolgan pulni to'lab berish hamda qolgan pulni o'zimiz shotimizga qabul qilish bo'lar ekan.